Mirzalining barmoqlari bolaligidayoq uzun bo'lgani bois onasi rahmatli Jo'raxon xola, bolam garmonchi bo'lsa kerak deb o'ylardi. Shuni aytib, jamiki qo'shinlarga maqtanishni ham kanda qilmasdi. Baxtga qarshi Mirzali garmonchi bo'lmadi. Maktabni arang tugatdi-yu, yomon bolalarga qo'shilib kissavurlik yo'liga kirdi. Xudoni bergan kuni tuman markaziga borib tiqilinch avtobuslarning yo'lini poylaydigan bo'ldi. Jo'raxon xola ham, otasi Qo'chqor ota ham qarib qolishgandi. Nasihat, tanbeh bilan Mirzalini bu yo'ldan qaytara olishmadi. Buni o'rniga militsiyaga tushsa, yig'lab siqtab, militsionerlarga yolvorib, yolg'iz o'g'ilni balodan qutqarib berishdi. Yillar o'tib Jo'raxon xola rihlat qildi. 60 yil birga yashab suyanib qolgan ekanmi, yig'lay Qo'chqor otaning ko'zi ko'rmay qoldi. Mirzali esa har kuni erta tongda uyg'onardi-yu, ko'zi ojiz otani duo qilishga undardi. Do'qlardi, po'pisa qilardi, baqir-chaqir qilib bo'lsa-da duoni olardi va yana o'sha qaltis ko'cha tomon yo'l solardi. Ishqilib, olgini oldirmagin deya duo qilardi Qo'chqor ota o'g'lini. Garchi bu duosi naqadar noto'g'ri, nomaqbul va dahshatliligini bilsa-da, yolg'iz farzandim axir. Qanday qilib qarg'ayman? Uyi kuyib ketmaydimi qarg'asam? Xudoyim, o'zing hammasini ko'rib turibsan. Mirzalimning ishiga kushoyish bergin, ko'nglini vayron qilmagin. Haqiqatan 5 vaqt namoz o'qib, mahalla masjidida katta-yu kichikka nasihat qiladigan Qo'chqor ota uchun bu duolar o'limdan battarroq edi. So'qir ko'zlari dunyoni ko'rmasa-da, pulini bilib-bilmay Mirzaliga oldirib qo'yib, dodvoy qilayotgan, kissavurni astoydil qarg'ayotgan odamlarni qalban ko'rib turar. Shu sababli miyasiga shu o'ylar har o'rlaganda, beixtiyor qarg'ishlaring o'zlaringga ursin iloyim. Bolamni qarg'agan tillaring uzilib tushsin deya g'udranib olardi. Hatto kimdir tuman markazidagi avtobusda falonchi shuncha pulni kissavurga oldirib qo'yibdi deb qolsa, Qo'chqor ota bardosh qila olmay shu davrani tark etardi. Yolg'iz Allohdan tilab olgan Mirzalisini shunchalar sevar, ardoqlardi. Mana bugun ham har kungidek tong otdi. Hali Mirzali uyg'onmasidan Qo'chqor ota masjidga chiqib jamoa bilan birga bomdod namozini o'qidi. Uni qariyalardan biri uyigacha yetaklab kelib ortiga qaytdi. Qo'chqor ota esa odatiga ko'ra paypaslana borib gazda choy qaynatdi. Hassasini oldinga cho'zgan ko'yi dahlizga kirdi-da, non, Mirzali xush ko'radigan shokolad konfetlarini olib, hovlidagi so'riga dasturxon yozdi. Bahorning yoqimli havosi yuzlariga urilib, picha kayfi chog'langandek tuyuldi. Choy qaynay boshlaganini ding quloqlari eshitdi deguncha, ayvon to'sqichlarini ushlagancha borib choy damladi. Choynakni bir qo'liga ushlagan holda juda ehtiyotkorlik bilan ortga qaytdi. Odamning ko'zlari ko'rmay qolsa, mo'ljalni qo'llari, qalb ko'zi bilan bemalol to'g'ri oladigan bo'lib qolar ekan. Qo'lidagi qaynoq choy to'la choynakni so'ridagi dasturxon chetiga aniq qo'ya bildi. Mana endi Mirzalini uyg'otsa bo'lardi. Qo'chqor ota ortga o'girildi-da, hassasini oldinga cho'zdi. Shu yo'l bilan Mirzali uxlaydigan xonani mo'ljalga olish payti edi, ammo 2 qadam yurmay, ko'cha eshik tarafdan oyoq tovushlari eshitildi-yu, Qo'chqor ota taqqa to'xtadi. Qariya bu o'g'lining oyoq tovushlari ekanini qalban sezdi. Mirzalijon dedi asta ortga tislanib so'ri chetiga suyanarkan. Uydamasmiding bolam? Senga nonushta tayyorlab qo'ygandim. Qayerda eding qo'zim? Qandaydir chekimlik ta'sirida ko'zlari qizarib, rangi oqarinqiragan kissavur o'g'il masxaraomuz tirjaygancha otasiga yaqinlashdi. Ko'r bo'lib ham tinchmas ekansizda, boboy deya xiringladi Mirzali. Uydamanmi, go'rdamanmi, nima ishingiz bor? Bu haqoratlardan Qo'chqor otaning dili og'ridi, ammo sezdirmadi. Hassasini 2 kafti orasiga oldi-yu,
bosh egdi. Nonushta qilib olgin, bolam, takrorladi ota bosh ko'tarmay. Choying sovib qolmasin. Ichmayman, baqirdi Mirzali otasiga yaqinlashib. Gapingiz bormi? Gapim yo'q, o'g'lim, dedi Qo'chqor ota xiyol titrab. Ko'chaga och qorin bilan chiqmagin devdim-da. Undan ko'ra, boboy, pensiyani qolganini cho'zing. Qani qolgani? Qay burchakka berkitdingiz? Pensiya? Qo'chqor ota ilkis boshini ko'tardi. Hammasini tiyinigacha o'zingga berdim-ku tunov kuni. Yolg'on gapirmang, o'shqirdi Mirzali og'zidan tupuk sachratib. Yarmisini olib qolgansiz. Yo, meni ham o'zingizga o'xshab ko'r deb o'ylayapsizmi, ha? Xudo asrasin. Astag'firulloh deb bolam. Bitta men ko'r bo'ldim. Yetar. Seni Xudoning o'zi asrasin. Berasizmi, yo'qmi pensiyani? Axir Qo'chqor ota beixtiyor yig'lamsirab ko'kka bosh ko'targan ko'yi ikki qo'lini baland ko'tardi. Aldayotgan bo'lsam, Xudo ursin bolam. Mirzali bir muddat otasiga nafrat aralash qarab turdi-da, kutilmaganda yoqasiga chang soldi. Kuchli qo'llar zarbidan sal qursa, Qo'chqor otaning nafasi qayta yozdi. "Ey boboy", dedi xirillab Mirzali. Ora-sirada atrofga alanglab olarkan, "Men bugun qimorda yutqazib qo'ydim. 1 million so'm yutqazdim. Tushunyapsizmi? 1 million. Bolam, deya oldi arang Qo'chqor ota. Menda pul yo'q, ishon. Bo'lsa, sen yolg'izimdan ayarmidim. Har safar dog'ililik qilib qutulmoqchi bo'lasan, otani senlab mahkamroq bo'g'di Mirzali. Duoni ham qotirmaysan. Agar sen yurakdan duo qilganingda men qimorda yutqazmasdim. Har kuni menga millionerlar yo'liqib pulini oldirardi. Ha, bilaman. Qarg'aysan ichingda meni, qarg'aysan. 1-2 bo'lmasin deb qarg'aysan. Qarg'asam qo'l oyoqlarim shol bo'lib qolsin, jon bolam. Zorlanib yig'ladi ota. Qo'yib yubor endi. Pulim yo'q deyapman senga, yolg'on. Sen shaytonning qulisan. Shuning uchun seni Xudo ko'r qilgan. Shunday deb hayqirgan ko'yi Mirzali otasini kuch bilan itarib yubordi. Qo'chqor ota uchib borib boshi bilan tok ustuniga urildi. Shunda ham qarg'anmadi. Miq etmadi. Ovoz chiqarsa, o'g'li yana do'pposlab qolishidan qo'rqib, yotgan yerida yum-yum yig'ladi. Oradan bir muddat o'tgach, sal o'zini o'nglab quloqlarini ding qildi. Aftidan Mirzali chiqib ketgandek tuyuldi. Yaqin orada uning sharpasi sezilmadi. Qo'chqor ota baribir qo'rqa-pisa qaddini ko'tardi va paypaslab hassasini qidirdi. Topa olmagach, yeng to'shiga yopishgan qumlarni qoqa-qoqa inqillab o'rnidan turdi. Zarb kuchli bo'lganidan boshi lo'qillab og'rir. Ikki oyog'i ari chaqqan kabi jizillab azob berardi. Bo'lama, deya ko'kka boqib shivirlardi Qo'chqor ota. Bekor qilsan-da qimor o'ynab. Shu qo'rqo'rni o'ynamasang bo'lardi-ku. Yo'q. Meni urganingga zarracha dilim og'rimadi. Onang rahmatlining yo'qligi alam qildi xolos. Onang tirik bo'lsa, ura olmasding meni. Onangdan qayqarding. Mayli. Iloyim, o'lmagin. Dog'ingni ko'rsatmasin. O'zing xohlagancha katta pul topgin. Ammo o'sha harom pulni seni qo'llaring tutmasin, bolam. Bu ko'zlari yorug' dunyoni ko'rishdan benasib otaning qalb nidolari edi. Qo'chqor otaning nidosidan go'yo yer u ko'k titrab ketgandek bo'ldi. Ha. Ota baribir o'g'lini qarg'amagandi, aksincha astoydil duo qilgandi. Xudo vahshiylikni kechira olmadi. Mirzali shu kuni bilmay mushtim zo'r kallakesar yigitlarning kissasiga tushib qo'yibdi. Ular to'planishib Mirzalini urib ezib tashlashdi. Asr namozidan so'ng Mirzalini qishloq qabristoniga dafn etishdi. Xulosa esa
o'zimizdan azizlar.